Ha video yozib Marjona, men 15 mingdan video yozib ko'tyapman, haromi. Amdi narxingga ham sike sen. Bugun kech qopsiz. Mazam yo'q. Davlinam boshi sikishyapti. Mazam yo'q. Anaqa kasalim keladi shekilli. Kasalim. Bir sikay deydi. Aka bitta sikangizda 10 tonta siking iltimos. Bir 10 res sikkaningizda maza qilaman. Shu WhatsApplarda 10 res. Hoji aka bitta sikib qo'ying meni jannatim bugun. To'xta, men yig'lagim kelyapti. Videoni ko'rdingmi? Yo'q. Ko'rsataman. Men Ota, moch. ota bola kayf qilyaptimi aytdi? O'g'illi qilsa tushunardim. Janjal qilsa tushunardim. Ota bola labiga o'pib yotibdi. Voy bilan. Nima? O'ta yomon tumalar videosini qayerdan olding? Va bu Instagramda tarqayotdi. Pon Instagramda yuribdi. Instagram ochdim men ham. Ikkovimiz bitta seks qilib video qo'yaylik jannatim. Ali banat bilan qilinglar unaqa videoda. Aziz tiriymisan deb yozgan, qaytib yozsam atvet qilmagan. Bugun oshposhga yeriyman dedi. Yaxshi bola. O'zbek oxirigacha o'rta qalmadingiz jon aka. Eshik taydan qaytarib oldingiz. Qaragin Guli. Guli. Masalan, dahoya puling bor. Nima san atlashton g'alati atlash shorti yubganmi? G'alati. O'shanda chiqaverasan pastda, Men o'rganib qolganman-da, hoji aka. Ana. Nimaga bunaqa pasonda yurgansan sen? Ichi. Qotib qoldim. VPN'im o'chib qoldi, VPN'im o'chdi, VPN'im. Yoqib keldi. Kiyimdan problema yo'q, kiyimdi, hoji aka. Bilaman, kiyimingdan problema yo'q. Prosta ana shunda chiqaverasan nimagadir, xayron qolma. Mana kiyim. Men bir yerdagi kiyimlarni qara. Men ashini yaxshi ko'raman-da. Kecha o'rtog'im bilan, qara qo'yor. Kecha o'rtog'im bilan story qo'ydim-ku, bir joyga bordik. Aynalgan bordik, zo'r kiyinib, oyog'imga damashniy torchka kiyyapman. Voy, sizga deydi bashariy. Zo'r kiyinib, oyog'imga damashniy torchka kiyib ketibmanmi? Onasini esa oyog'imga qaramaganman. Eshik tagidan bo'lsa, ketaverganman, eshik tagidagini. Damashni tapishga ketaverganman. Mana Ali aka degani boshqa joylarda uradi, menga komment yozgan kiradi, menga ham podarka uravering. Sizlarga bitta katta sirni ochaman, hozir eshitinglar. O'tgan kuni hoji akam bilan WhatsAppda tursak, WhatsApp siyla qildik. Hoji akam menga qarab, men hoji akamga. Agar xohlovchilar, men WhatsApp nomerimni beraman, hoji akam zo'r ekan. Qizlar, hoji akam 50 ming so'mdan WhatsApp o'tyapti ekan, 50 ming so'mdan. Yaxshi. 50 ming so'm kartasiga taqib. Bir narsa yo'q. Bo'lmasa butun Amirxon Endi bo'ladi. Endi bo'ladi. Amirxon bo'ladi. Endi siz gastinsada qolamiz. Endi bo'ladi, gastinsada qolasan. Mana shunaqa qildik o'sha kecha deb. Televideniyada zo'r TV deb aytaman, auditoriyamdan yashirmayman. Men unday o'pib chiqasam, hoji aka, men unday o'pib chiqasam. Jonim. Aytaman senga. Oxiri ikkovimiz billa bo'lamiz. Men mana shahardan ham uylab qo'ydim, qishloqda ham bor. Ikkovimiz mazza qilib oxirida. Sen ilhog'imman, shunda yashab berib turar, meniki bo'lasan. Zapravka qilmagan bo'lsak, aka, Almati aka, siz hayotingizda o'zi zapravka qilmagansiz, jon aka. Hayotingizda bitta gul urmagansiz odam zotiga. Qo'taqda siz zapravka qilib yurasizmi? Onasining emsini shu chinonlar bor-ku. Kesi avezib chiqmabdi, biladi. Chiqmabdi.
agar manga boru shuncha emas, bir 3 marta kelib donatili qilib kelganda ishonur bilan yugurib borardim. Naqadga bo'lsa ham, men O'zbekiston kelibdi shu odam deb. O'sha Ya o'zini puliga bo'lsa ham mehmon qilardim-da, boru. O'zini puliga bo'lsa ham mehmon qilardim. No chiqardim bilan. 3x. O'la. Ana dachalarda video qo'yib yuribdi-ku endi avezib. Chiqmabdi biladi. Qancha uradi avezibga, qancha urardi. Bizga unaqa donatorlar kelmagan. Yo, Chinor qaytibdi, mana Nurbekka ham she'rlar uribdi-yu. Ha, malades. Dahoy o'zbek auditoriyasiga yordami tegdi shu bolani. Ha, malades bola. Zalotoy bola. Sevishganlar kuniga nima oldi? Yine men oldim. Ben sevgilim bormidi? Bir xilof. Bir xilof. Shahat edi. Aka. Shahati ham. Dalbayob Sardor, men sizlarga seryozni aytaman, men u gandonga dushmanligim yo'qda. Yiban yana o'zini boshini yedi boru. Ponni mana abrashinalar yomon bo'lyapti o'zi ham. Televideniya, jurnalistlar, blogerlar, ichki ishlar ponni muhokama bo'lyapti galvart ishiga. Mol o'zini boshini yedi biladi. Shahati bunaqa qilgan videolariga-da. Shunga ham ichki ishlar bezovta qiladimi? Bu aniku fahsh targ'ibot qilish-ku bu. Bu katta narsa-ku bu. Muhokama, ponni odamlar muhokama qilyapti. Kommentariy faqat haligi jazotini so'rayapti. Geylargacha muhokama qilyapti-yu. Nagili mana fahsh targ'ibot qilyapti deb. Biz yoshlar, biz opa-singillarimiz nima hali ko'ryapti deb. Tupoyda biladi, tupoy. Undan ko'ra mayli biladi. Hop urushgan bo'lsak ham, ke O'zbekistonda urushaylik. Uyingdan chiqib kelman oldimga, Hojimavatda ko'rishaylik naxoy deb urushgani. Ota-onang oldida bo'l. Meni yomonligim yo'q, u dalbayobga boru. Prosta bilan qara, Shahati bilan Rossiya fuqarosi o'zini yo'lini to'yib ketadi. Ali Banat ham o'zini ko'tini tozalab oladi, puli bor. Bu dalbayobni boshida sinadi kaltik. Unga ham yomon narsamikin? Fahsh targ'ibot qilishi. Millat ko'tarilgan joyda boru ichki ishlar turadi. Xalq ko'tarilyaptimi? Xalq talab qilyapti. Xalq murojaat qilyapti. TikTokda hech kim ishi yo'q, TikTok VPN. Kim ko'rmaydi. Instagram premi ochiq joy. Men yana o'zi mana eshitib turgan bo'lsam aytaman, biz bir-birimizni bloklab tashaganmiz. O yibanga aytaman. Meni senga adovatim yo'q. Xo'p, dushman bo'lsang ham, dushmanlikni ham shu ota-onangni bag'rida kelib qil menga. Uyingda turib qil, mahallangda qil. Tushunasanmi? Dalbayob. Mana shu yerda vataningda qil. O'zi to'g'rilanmay qiynalib ketyapsan, nechta odamga pul berishga harakat qilding shu ishini yig'ishtirish uchun? O'zing aldab yuribsan, siqilganingda ichib olib yig'layapsan kelolmasligingni bilib. Yana mana bu kamida ustingga mana statiya olyapsan yana. Mol. Detskiy panetga tupoysan bo'ying bo'lgani bilan. O'la. O'taman nimaga kirib ketdi o'shani unisini ko'rsatib? Instagram qamatdi o'taman. Instagram qamatmadi. Aziz bilan o'tirganda Aziz hozir 3 minutda seni olib ketishadi dedi. Olib ketishdi. Ha, kuzatuv borda, ichki ishlar kuzatuv bor. Ikkita gul akalar. Kuzatuv bor ichki ishlar. Ikkita gul beringlar. Masalan, men ham sud zalida yuribanda, ichkaridamda xodimlar kelyapti-da, hoji aka deyapti. Biz sizni efiringizni ko'rolmayapmiz aka, qanaqa qilib ishlatamiz TikTok deyapti. Yo'q deya olmaysan. Yana bitta gul.
Mana deb Yana o'rnatib rahmat, yana berdim. Bo'ldi. O'rnatib berdimmi? Bo'ldi. Ular ko'rib o'tiradi. Akelibdi shu qilmasa bo'lmaydi. Kim bor efirda? Bitta gul berdi-da. Bitta gul. Kampir sevishdan ortmaydi bu. Eski 52. Ha, men mana da sevadiganim bormi? Yiba, ha? Ha, mingtasan bilat mahalla ko'milan ham sevishasan sen. Qani meni ham birorta sevgilim bo'lganda. Ha, shunchasini yostig'ini quritdinglar. Yana qanaqa sevgili kelaysanlarga? Basharingga basharingga, og'zi badaningga amim. Sen gandomdi. Uyimni Yaxshi ko'rganim bo'lganda Anvar rahmat. Hali yaxshi ko'rmaysanlar. WhatsApplarda yechib berardim. O'g'illar tug'ib berardim naxo'y. Anvar rahmat. Quruq gap esa, quruq gapni gapirma. Ey, normalniy erkak bo'lsa TikTokdan ham chiqib ketardim. Bo'xti ham yemaysanmi? Normalniy erkak senga qanaqa bo'lish kerak bular? Kartenga bittada 8,000, 9,000 dollar tashab berdi. U normalniy erkak bo'lmay qanaqa normalniy erkak biladi? Rahmatli ering ham buncha pul ishlatmagan qo'lingga biladi. Talba yo'q? Menga 8,000, 9,000 dollar tashab berishdimi? Ha. Yig'amda oldin mashinani boshqa narsalarni biladi. Rahmatli ering ham buncha pul ishlatmagan senga biladi. To'g'ri, gaping to'g'ri. U odam endi hozir yo'q, ajrashib ketganmiz. Ha, bo'pti-da, yana normalniy erkak qanaqa bo'lish kerak? Undan ham ko'proq berish kerakmi? Tushunmadim. U 8,000, 9,000 dollar bas, 17,000 dollarga mashina bergan menga. Ey, nima bo'lgan taqdirda ham deyapman. O'shandoq erkakni bilmadinglar-ku deyapman. U men uni bilmaymanmi? 40 yuztasidan gaplashsa, men bitta bilan gaplash. Men ham 40 yuztasidan gaplashishni xohlayman. Voy, dalboyoq, odam uydagi xotiniga sen bilan xiyonat qilyapti. Yana senga vafodor bo'lsinmi? Garaymisan sen? Yana sen vafo kutasan. Odam uydagi xotiniga sen bilan xiyonat qilyapti. Yana sen bilan vafo ham kutib qo'yinglar o'rtada. O'zi u birovniki. Men hozir hamma bilan gaplashishni xohlayman. Kim chiroyli padar ko'rsa gaplashaveraman WhatsAppda. Nima ishing bor? Nima ishing bor menda? Senmi? Prosta nolima deyapman. Morda shu. Normalniy erkak. Bor berib ham kelaman kerak bo'lsa. Birinchi sendan siktirishni boshlayman, yo'limni ochib yuboraman. Gulim, bundoq ba'zi ayollarga aytaman, mana sen kabi saniki xarakterdagi insonlarga aytaman. Mana shu videochilarga aytaman. Normalniy erkak bormi deguncha, men kimdirga loyiqmanmi deydi, deb ham ko'ringlarchi. Mana men kimdirga loyiqmanmi deychi. Men asabimni buzma, qo'naq qo'ygandom. Aqlingga sike seni, aqlli bo'lgan. Basharingga ham amim, fikringga ham amim, o'zingga ham amim. Qalay tushunding? Siktir. Menga aqllilik yoqasan. Xohlasam ham meniki, xohlaganimga beraman. Amamga hech kim xo'jayin emas. Bu dunyoda ham, boshqa joyda ham. Men gaplashgan bo'lsam, bittasi bilan gaplashganman TikTokga kirib. Undan ham gaplashmay qo'yganimga daxxuya bo'lyapti. Tek gaplashmayman. Endi o'ynash topishim kerak, bo'shman. Maftuna shunaqada. Rosta, g'aybulla. Mana yana qaytib kelaman hojini oldiga. Shartdan o'ynaysanmi? O'ynayman naxoy. Flash qilishdan. O'ynaysanmi? Ha. Bos. Bos. Padaringga. Akalar, Tartdan. laykni gumbillataylar qolgan Allohdan. Like Anvar aka menikisiz. Anvar aka. Ha. Menikisiz. Endi bechara uni ham yostig'ini quritdi. Ya, men yo 1-2 kun sevishamiz bo'ladi. Xotiniga ham yetadi, menga ham ulgushadi. 2x. Luboy bilan kelishib ketsin. 2x. Menda sizlar borsizlar-ku. 2x da chiqinglar. Menda sizlar borsizlar aka. Shartdan. Biz ishongan suyangan donatorimiz bo'lmashi mumkin. Kelishib o'ynaydigan donatorimiz bo'lmasa ham, bizda xalq bor. Umr uzoq bo'lsin. Sizlar boy bo'linglar, farzandinglar boy bo'lsin. Ortib qolsa keyin mashta kelib ketasizlar bir. Aysu, qandaysiz? Ana Aysu'da ham eri bir oyiga 5,000 dollar pul berar ekan. Demak, u erimasdan o'ynashida o'ynaymiz-ki. Eri bo'lsa shuncha pul bermaydi.
Amiga bir tepa o'tirgizib O'ynashib qo'yadi. berar ekan. $5000 har oyda birinchisida uyga jo'natar ekan. Demak, o'ynashida Aysu u. menga bitta ertoqning O'sha $5000 uchun demak biladi, og'ziga ham qiladi, kutiga ham qiladi biladi. Itdek qiladi. ey gandon sen ko'rgin Aysudi qanaqa chiroyliligini? O'sha chiroylilik uchun kutiga qiladi-da. Xunuk bo'lganda qilarmidi? $5000 nima degan bekadan nima beradi bu? Dalboyob, normal erkak $5000 nima beradi biladi. Xotini bilan qilmaydigan ishlarni qilgani uchun $5000 beradi. 3 ta gul. 3 ta gul. To'g'ri, shekil. 3 ta gul. Balkon 3 ta gul. To'g'risida aka. Gul beringlar. Ko'chaga ko'proq pul sarflayaptimi? Demak, xotini bilan qilmaydigan ishlarni ular bilan qiladi. Xuddi shu. 2 ta gul. Aka, boydi bolasi soqqa topsa, biznes ko'rar ekan. Kambag'aldi bolasi bir Aytadi, kambag'aldi bolasi amga deydi. O'sha ana shuning uchun aka o'zingchi menga qarayshi. men birov bilan bunaqa qilmayman. Garang mana bu yerda bor-ku, mana shunaqa qilib bitta somsani rasmiga bunday qilib, u bilan sevishib, uni yechintirib, buni yechintirib yurganlar bor-ku, bular birdaniga boyib qolganlar-da. Oddiy kambag'al oiladan chiqib qolganlar, mana shu WhatsAppchilar, yechinib yesang keyin padar ko'raman deganlar, mana shu hammasi короче birdaniga boyib qolganda, ana shuning uchun sirasi qizga yuguradi. Agar boyda o'zing ham 5 ga boy xonadonda bo'lasiz deganda, senga borib biznesga yurgan bo'lardi. Ha, Aysu gapiraveradi bilmaganini. Gulli'ni oktagonga chaqirish kerak. Bilmagan narsani gapirma ekan. Aqli yetsa, do'xi yetsa menga kelib gapirsin. Ko'ti jarallamasin. Men seni va senga qo'shib ularni ham oktagonga chaqiraman. Hozir gold qamalib ketyapti. Oktagon bo'chab qoldi. Gold nimaga qamaladi? O'zi ham bilmayapti. Nimaga qamalib turganini. Toshkentdan prikazga hammaga qamalib ketadi. Bitta men efir ochi. Ha, biz qamalsak sen rak bo'lib o'lasan. Hamma efir ochib olganmi? Yo'q, kim efir ochdi? Hamma efirda. Flash qo'lay, chalab. Yugur. Ikkinchi sharti. Ikkinchi shartim ko'tingni yalang'och qilib ko'chaga qaratib tur. Men blokka kirib ketadigan shartlar berasan ekan. O'tgan safar oddiy gaplashib o'tirganimga kirganman. Mana derazani shunday ochasan. Mana shuni mana qaratasan, mana. Mana shunday qilib turasan mana. Bu ikkita teshikka havo kiraveradi. Hech narsa bo'lmaydi. Mana shunday turaversan bir minut. Yana tugatgandan keyin sekin kiyverasan. Bo'ldi. Uchinchi shart. Uchinchisi o'shanda turgan holatingda siyvar pastga sharillatib. Yo'q, albatta ham o'nab shart bermaysan. Amin. Siktir.